Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Elie Wiesel insoniy fondi jamiyatining birlikda uyushtirishi bilan bu yil 4-oyning 17-kunidan 18-kunigacha Nyu-Yorkda andish qo'zg'ayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Uyg'ur krizisi nomli zo'r tipdagi xalqaro muhokama yig'ini chaqiriladi va 2 kun davom qiladigan mazkur yig'inda dunyoning har qaysi ellaridan taklif qilingan siyosiy arboblar, diplomatlar, qonunshunoslar, tadqiqotchi va olimlar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, musulmon, Yahudi, Xristian jamoatlarining liderlari navbatda jiddiy davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishning konkret chora-tadbirlari, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga qarshi xalqaro birlik va hamkorlikni yanada kuchlantirishning yo'llari, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishda dinlararo dialog va hamkorlikni oshirishning muhimligi qatorliq temalarni cho'rdigan asosda keng doirada muhokama va analiz ilib berish orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish va mustamlik ostida yashayotgan Uyg'ur xalqining kelgusi taqdir masalasini hal qilish uchun buningdan keyin qandaq amaliy qadamlarni besish haqidagi strategik plan programmalarni o'ttirib qo'ydi. Onundan boshqa yana bu qitimqi xalqaro muhokama yig'inida vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligining tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslari va bu xil reallikni xalqaro jamoatchilik e'tirof qildirishning konkret bosqichlari haqida nuqtaliq muzokara olib berildi. Bu qitimqi xalqaro muhokama yig'inining yordamchiligini ustiga olgan markazi Nyu-Yorkdagi Elie Wiesel insoniy fondi jamiyati bo'lsa, 2 dunyo urushi mazgilidagi natsist lagerlardan hayotda qolgan Nobel tinchlik mukofotining sohibi Elie Wiesel va xonimi tarafidan 1986-yili qurilgan dunyodagi nopozliq fondi jamiyatlarining biri bo'lib, mazkur jamiyat Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan xalqaro jamoatchilik tarafidan dunyo insonlarga berilgan irqiy qirg'inchilik asla takrorlanmaydi degan va'dasining haqiqiy yo'sinda amalga erishish uchun kurash qilib keldi. 1945-yili bu va'da berilib, oradan 70 necha yil o'tgandan keyingi bugungi kunda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining o'ttirg'i chiqishi Yahudi jamoatlarini dahshatga tushirgan. Ularga 2 dunyo urushi mazgilidagi dahshatlik va ichinishli tragediyalarni qayta eslatgan. Shu sababdan har qaysi ellardagi Yahudi tashkilotlari Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi umumyuzlik harakat boshlagan edi. Elie Wiesel insoniy fondi jamiyatining bu qitimqi xalqaro yig'inining to'liq yordamchiligini tashabbuskorlik bilan o'z ustiga olishi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan yaqin hamkorlik munosabati o'rnatishimi Yahudi jamoatining Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligi va qo'llashining bevosita namoyandasi edi. Amerika Avam Palata a'zosi Yon Kim xonim Uyg'ur majburiy emkidan foydalanayotgan Amerika shirkatlari ustida astoydil o'ylanishni talab qilgan. Yon Kim xonim 12 fevral kuni Fox televiziyasida qilgan bir so'zida Amerikaning Xitoyga sezgir texnikalarni eksport qilishni qattiq kontrol qilish lozimligini, biroq buningga bir qism Amerika shirkatlarining moslashmayotganligi haqida to'xtalgan. U yana bu shirkatlarning Uyg'ur majburiy emkidan foydalanayotganligini bildirgan. U mundaq degan: "Bu shirkatlar Xinjiangdagi Uyg'urlarning majburiy emkidan foydalanyapti. Ular hatto uning mablag' silish orqali arzon emgakdan manfaatlanadi. Biz Xitoy kompartiyasining bu yerda Uyg'urlarga ig'ir zulm silayotganligini bilamiz. Shunisi aniqki, biz Xitoyga sezgir texnikalarni eksport qilishni cheklashda mag'lub bo'lyapmiz." Yon Kim xonim bu vaqtdagi bayonotida Amerika shirkatlarining Xitoydagi arzon bog'liq emgak kuchidan foydalanishi va Xitoyning texnik shirkatlarga mablag' silish masalasi ustida astoydil mulohaza yurgizilishi lozimligini bildirgan. U yana eskartib, Xitoy kompartiyasiga taqobil turish uchun tadbirlarimizni qattiq chingitishimiz kerak. Sherik davlatlar bilan o'rtaq harakat qilishni qo'lga keltirishimiz va bu tahdidga tang taqobil turishimiz kerak degan. Avam palata a'zosi Yon Kim xonim Uyg'urlarning aktiv qo'llovchilarining biri. U Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur siyosat qonun loyihasini tanishtirib, uning qonunga aylanishi uchun harakat qilmoqda. 13 fevral Gollandiyadagi eng chong quyosh energiyasi shirkati bo'lgan Kuntash shirkatining taklifi bilan Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondining raisi Anvar, Gollandiyadagi lager shahidlarimizdan Qalbinur Sidiq xonim, Ömer Bekali, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri Adiljon qatorliqlardan tarkib topgan hay'at mazkur shirkat tarafidan o'tkazilgan Uyg'ur qul ishchilar va kun taxti mahsulotlari degan temadagi suhbat yig'inida qatnashib guvohlik berdi. Suhbatga quyosh energiya shirkatlari, mablag' solg'uvchilar, mol ta'minlovchi shirkatlar, qarz berguvchi cho'ng banklar va Kuntash shirkatidagi mas'ullar bo'lib 100 dan ortiq odam qatnashdi.
Şirket məsulları lager şahidlərinin guvalıqını anlığandan keyin qılğan sözlərdə Uyğur irqi qırğınçılığı, jaza lagerləri və məcbur əmgək degənlərini gerçi gazet xəbərlərdən anlap kelgan bolsa-mı, lager şahidlərinin guvalıqını yüzturan anlığandan keyin rəsmi çöçügənligini və Xitay məsulatlardan qol üzüş iradəsinin təxim küçəygənligini, şirket içində keyinki qadamni qandaq elish, şirketni to'g'ri yo'nalishda qandaq yetaklash to'g'risida muzokara qilinganligini va qayta ko'rishmalarda bo'lganligini aytib, tashakkurlarini bildirishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlar komitetining mudiri Adiljon yig'inda qilgan so'zida majbur emgak orqadagi Xitoyning strategik siyosiy va iqtisodiy planlari, majbur emgak asosida shakllangan baho ortiqchiligi orqali Gollandiyadagi yerlik egiliklarni vayron qilayotganligi, agar Xitoyni to'smaganda Gollandiya korxonalarini o'xshashli diktator Xitoyning davlat korxonalari igdorchiligiga o'tib, shularning yovuz qo'lda ishlashga majbur bo'lganligini amaliy misollar bilan izohlab o'tdi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan lager shohidimiz Qalbnur Sidiq xonim o'zining bu qadimgi guvohlik yig'inidan olgan ta'sirotlarini ifoda qilib, mundaq dedi. Bu guvohlikni degan aşağıdaki nurg'un ayollar olsun, bir neçə erlərin közlərini sürtüb qarsam şunda qızıl tağışıqlab, yaş töküb başına qıb getdi. Guvohlik tügəndən keyin ularına aitlik söhbətlərdə bulduq, suallarını sordu. Biz əstayirlik bilan cavab verdik ularga, suallarga. Amma lekin mən yəni ulardan özümün iltimasım, yəni şu Xitaydan kelayotgan məcburi qul şirketlərdən, qul əmgək şu Uyğurlardan kelayotgan, şu Uyğurlarning qanday temib turayotgan şu sodini qat'iy qilmaslik ular bilan demek anakin özümüzden başlaş, müşahedeki, şu Gollandiya, faaliyet katnaşkan her bir insan özüne hakiki bir insan deb hesaplasa, insanlıqni mecburiyetini ada qilib, özüden, etrafındaki tuqqanlardan, dostlardan, şirket xodimlaridan ve başka liderlardan, aşlardan başlap şu Xitoyning har qanday mallarını boykot qilish, ular sodalar qilmaslik, anagan şu Uyg'urlarning qanday temib turayotgan şu sodni qat'iy munosabatni uzish to'g'risida ular bilan aytdi. Yaxshi suhbatlarda bo'ldik. Hatto bir necha yosh bolalar bor ekan, yangi shirkat qurgan. Kepmandan ashta so'rab ketdi. Biz shunday Xitoyning mollari arzon bo'lg'achqa ashyadan akilib, biz o'zimizning shirkatlarni kengaytirib sod qilmoqchi edik. Sen qanday qaraysan deganda, men ularga yana misollar bilan yana tafsil tushuntirgandan keyin oshlarmi biz ba'zi gazetlardan, jurnallardan ko'rgan dedi. Ko'rgan, ammo lager shahidlarni mana yuzduramni turib bularni olgandan keyin bek cho'chib ketdi bulardan deb bek cho'chib ketdi bu qirg'inchilikdan bu ahvollarni anlab vaqtdan bek dehshatga deb meni qayta so'rab ketganlar bo'ldi. Sen qanday yashayapsan, shunday bir hayotdagi qanday turmush kechiryapsan deb o'zining his-tashlashlarini aytib, ko'z yosh qilib, quchoqlab ashada shunda qilib ketdi, yaxshi madadlarni berib, rahmat aytdi, boshqa qildi va o'zininki shu Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini qat'iy uzdiganligini, ashlar aloqa qilmaydiganligini, mollarni boykot qilganligi haqida bizga va'da berdi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.